Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'aladan izni irade so'ragan holda Silichitelniy Damost haqidagi darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, Silichitelniy Damostning shakli qanaqa bo'ladi? Normativda shu nom bilan mustaqil forma sifatida to'g'ridan to'g'ri tasdiqlangan hujjatning o'zi yo'q. Yo'q bunaqa hujjat. Silichitelniy Damost nima degan savolga javob beradigan hujjatlarimiz yo'q. Bizda deganimiz sababi nazorat o'lchovida, qurilishda asosiy huquqiy hujjat hisoblanadigan nazorat o'lchovi dalolatnomasi degan hujjat bor. O'sha dalolatnomada o'sha shartnomaning bo'yicha bajariladigan ishning summasi, hajmi va o'sha shartnomada aytilgan bajarilishi kerak bo'lgan ishlar bilan haqiqatda bajarilgan ishlarning haqiqiy hajmi bilan farqi ko'rsatilib o'tiradigan narsa. Ya'ni dalolatnoma asosiy hujjat hisoblanadi. Unga hisob kitob ilovasi shaklida ilova qilinadi, vedomost shaklida. O'sha vedomost shaklida bunaqa ilova qilinadi. Xo'p. Bu shakllarini ham ko'rsatib o'tishni niyat qilgan edim. Mana o'sha vedomost qanaqa shaklda bo'ladi? Vedomostda ko'riladi. Mana tepasiga vedomost deb yozib qo'yilgan. Перерасчета стоимости работ к акту контрольного обмера deb aytiladi. O'sha kontrolni obmerni qachongi sanasi qo'yiladi. Mana bu vedomost haqiqiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Bundan nima ko'rsatiladi? Birinchi, afyortada bajarilgan ishlarning, afyortada bajarilishi kerak bo'lgan ishlarning nomlari va fizik hajmlari mana shu birinchi 4 ta ustunga qo'yiladi. Shunga asosan o'tkazilgan nazorat o'lchovida ko'rsatilgan bajarilgan ishlarning ko'rinmasi mana bu qatorda yoziladi. Keyingi qatorda, keyingi ustunda ortiqcha bajarilgan yoki bajarilmasdan qolgan, qo'shib yozilgan yoki kamomat mana shu narsalar ko'rsatiladi. Bu narsalar hammasi kelib oxirida mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun afyorta bo'yicha 1.462 million so'mlik ish bajarilishi kerak bo'lgan, faktiski bajarilgan 1.454 million so'mlik. Ya'ni 7.713 million so'mlik kamomat bajarilmasdan qolgan ish bo'lgan. Mana bu huquqiy hujjat hisoblanadi. Bunga hech kim e'tiroz ham bildira olmaydi, boshqa ham qilinmaydi. Nimaga deganda savol bor. Nimaga deganda birinchi mana bu nazorat o'lchovini olib boradigan mutaxassis, haqiqatdan sertifikatlangan, litsenziyalagan, akkreditatsiyadan o'tgan firmaning mutaxassisi bu yerda tasdiqlab pechat bosib beradi. Tasdiqlab beradi. Bu narsani butun mana shu insonni haqiqatdan shu ishni qila olishi mumkinligini
nima O'zbekiston davlati tan olgan. Keyin bu faqat o'zigina tasdiqlamaydi. Bu o'sha nimani vedomostni to'ldirib yozgandan keyin birinchi mana bu podryadchikni qo'liga beradi. Podryadchik olib ketadi bu narsani 3 kun. 3 kunning ichida ko'rib, chiqib har bir holatlarini tekshirib, har bir qatorini kerak bo'ladigan bo'lsa, har bir yozilgan harflarni tekshirib ko'radi. Agarda e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastga e'tirozim bor, falon joylariga e'tirozim bor deb bitta ikkita bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda ruchka bilan yozib, qo'l qo'yib qaytarib olib beradi. Agar 100% hammasiga e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, buni ham alohida ilova qilib, mana bu narsani xato o'lchagansan, mana bu narsani misol uchun men bu yerda yozganman. Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей обмазочное, битумное, на каждый слой добавляется. Men buni 0 qilganman. Agar quruvchini shu narsaga e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, mana shu 0 emas, haqiqatdan shu ishni to'liq bajarilgani 100% yoki 90% yoki 30% bajarilganligi to'g'risidagi hujjatni, dalilni, isbotni ko'rsatib, menga isbot qilib beradi. Men mana shu narsani 0 ni o'rniga isbot qilingan fiz ob'yomni qo'yaman. Bu hali nimalar, mana bu nimalar imzolanishidan oldin bo'ladigan gap. Xo'p, bu hamma narsaga rozi quruvchi qo'l qo'ydi, e'tirozim yo'q deb qo'l qo'yib, imzo chekib berdi, kerak bo'ladigan bo'lsa pechatini ham bosib. Undan keyin zakazchikka o'tadi, texnadzorga yani. Zakazchikka, texnadzorga o'tadi. Texnadzor ham haqqi bor 3 kun bu narsani olib qo'ltiqida qisib, yostig'ini tagida qo'yib yotish kerak. O'sha 3 kun mobaynida bu ham hech qanaqa e'tirozi bo'lmasa, bu ham mana shu joyga imzo qo'yib tasdiqlab beradi. Undan keyingina nazorat o'lchovini o'tkazgan mutaxassis bu narsani tasdiqlaydi, imzo qo'yadi. Shu bilan nazorat o'lchovi yopilgan hisoblanadi. Mana bu haqiqiy vedomost hisoblanadi. Mana o'sha vedomost. Bu vedomost faqatgina bizda, O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha bor yurib kelayotgan narsa. Mana o'sha sizlarga o'sha vedomostni ko'rsataman. Mana Rossiyada bor bu narsa. Akt kontrolного замера deydi. Yoki admerada yoziladi. Va unga ведомость перерасчета стоимости работ ilovasi amaliyotda uchlaydi. Mana o'sha mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольного обмера. Mana shu narsani o'zi. U yerda ham mohiyat xuddi shu bizdagidek. Qabul qilingan hajm, nazorat o'lchovida aniqlangan hajm. Mana shu ikkisi ko'riladi. Belarusda bor. Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольного обмера shakli normativ amaliyotda bor. Bu narsa. Bizdagi muammo noyob emas, ularda ham xuddi shu narsa bor. Angliyada mana haqiqatda bajarilgan hajm qayta o'lchanadi. Uni nomi mana bunaqa qilib nomlanadi. Yoki oraliq to'lov uchun bajarilgan ish baholanadi. U mana bunday nomlanadi. Yoki uning hisob kitobda hajm va qiymat yopiladi. Mana bunaqa nomlanadi. Bu endi bizning o'zimizdagi boq. Ya'ni ish turlari va hajmlar bo'yicha bor. Nomi boshqa bo'lishi mumkin, lekin shu savolga javob beradi. Qancha ish haqiqatda bajarildi va qancha to'lash asosida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.